Bormisiz aka? Tuzukmisiz? Nima yo'q bo'lib ketdingiz deb bilaman. Ko'pchiligingizda savollar to'lib ketgan. Jigarlarim bilasizlar, bizada ozgina muammo bo'lib qoldi. Ya'ni orada 1,5 oy kompyuterim bo'lmay qoldi. Ozgina желание, energiyalar o'chib ketdi. Xullas, assalomu alaykum. Biz ko'p gapirib o'tirmaymiz. Xudo xohlasa yangi kompyuterlarni oldik, yangi moshni qildi. Bu yog'iga xudo xohlasa kontentlarni bosa-bos bo'ladi. Hozir 170 ming UC'ga sizlar bilan Freedom akkauntlarda ultimate'larni qilamiz. Hammalarga assalomu alaykum. Anchadan beri jigarlarim, bilaman. Hech narsa ketmaydi jigarlar sizlardan mana shuni like, shuni bosib qo'ysanglar, shuni obuna bo'lib qo'ysanglar, asha mana qo'l ishlab turgan qo'l osilib qolmaydi jigarlarim. Chunki nimaga so'rayapman jigarlar? Chunki biz endi comeback bo'ldik. 1,5 oy deganda videolarimiz rekka chiqmaydi. O'shaning uchun mana uni yaqinroq olib kelib olaydi. Hozir ovozingiz past kelibdi deysizlar. O'shaning uchun jigarlarim, Fabratskiy shuni like'larni bosib tashlaylar. Shuni obuna bo'lmaganlar, shuni obuna bo'lib kuzatsanglar, xudo xohlasa bundan keyingi videoroliklarimizda RP beramiz. Biza ko'p gapirib o'tirmasdan o'rtoqlar olib kelsa boshladik. Ultimate reklamalarni qaranglar. Reklama ko'rguncha jigarlarim Logitech mishka, bu yog'iga CS:GO'ni ham tafsillatamiz. Nima deysizlar? CS:GO'dan ham stream qilaylikmi ozgina? 1-2 oy yaxshilab o'ynashib, zo'r o'rganib, keyin undan ham stream qilaylikmi? Nima deysizlar? Fikringlar. Birinchi 0 ga qani? Xo'p. Har doimgiday hech narsa yo'q. Kelinglar. Bitta yana 0 ga bittalik ochamiz. Doimgiday. 480 UC. Ну, посмотрим. Molota. Oy, bu boshqacha qilib PUBG'ni. Boshqacha bo'lib ketibdi-yu bu. Xo'sh. Mana buni qarang. 10 ta samosvetgacha. Granata. Hademay 94 ga ham oz qolibdi jigarlarim. Qani birinchi 10 UC ga. Yo'q. Bittadan like'larni bosib qo'ying jigarim, hech narsa ketmaydi. 30 UC ga. Yo'q, propusk. Yana bitta 30 UC ga. Kuponlar meni kechiringlar. Siz kommentda hammalar yozasizlar, "Aka, kuponlarni ishlatsangiz bo'lardi" deb. Jigarlarim, taktika bu. Taktika uchun любой narsani qurbon qilamiz. Nima edi bu? Ultimate'mi? Ultimate miydi? Onalarning nimasi ultimate? Ko'rdinglar taktika galaktikaligini? Davay yana bitta. Lekin eng qizig'i, ana samosvetga 100 tada tushdi-yu bolalar. Mana bu samosvetga 100 tada tushdi-yu, 100 bo'lguncha kuttirdi-yu bu. Propusk. Hop. Propusk bilan bitta ochaylik. Mayli, bez propuskaga. Ayo, mana bittalik qilib ochaylik-da. 1, 2, 3. Mana ko'ryapsizlarmi jigarlarim? Ko'ryapsizlarmi? Taktika deyman-ku. Bitta. Bez propusk. Endi yana bittalik. Voy, onalarning nimasi? Voy! Onalarning nimasi? Birinchisi ham tushdi, ikkinchisi ham tushdi. Mana 0 jigarlarim. Mana bizning omadimiz qanaqa? 170 ming o'zimiz hisob berganmiz. Ko'ryapsizlarmi? Buni tez maqtanmasa bo'lmaydi. Mana buni qaranglar. Voy. Onalarning nimasi? Bittalikda tushdi. Voy, ko'ryapsizlarmi taktikani jigarlarim? Bunaqa taktika voy, dunyoda yagona. Bu Norik Yusini omadli Yusilar. Agarda sizlarga ham Norik Yusilar kerak bo'lsa, shunaqa omadli, shuna tepadagi yuzerlarga aloqa chiqsanglar, Layloxon 30 sekundda любой Yusilarni tushirib beradilar. 30 sekundda. Akkauntda 169 ming Yusi bor. 6 ta 8 ta monetamiz cho'ntagimizga qoldi jigarlar. Xo'p. Davay. Bitta. Yana oxirgisi. Agar ultimate bersam-a, biladi. Bitta 10 talik.
Oo, yaxshi. Samosvetgacha berdi. Kelinglar endi bittali. Bitta o'ntali ochib olaylik, keyin bittali ochamiz. Без пропуск. Yo'q, Hayeshka. Cho'ti taktikamiz bilan ochamiz. 1. Propusк bilan 2. Без пропуск 3. Ultimate ber. Yo'q, bermadi. Propusк. Bitta. Ye. Voy! Onalarni yemsin. Bitta o'nta. Voy, qayda ko'rgansizlar? Voy, ikkita ultimate'ni o'zi bergandi. Lekin bitta narsaga hayron qolyapman. Nimaga sotib olishimiz 6 ta-yu, berishi 2 ta? Bu vapshi bo'lmabdi PUBG boru. Xudodan topsin. Xudodan topsin. Vapshi qaranglar, sotib olishi 6 ta ekanda, berishi 2 ta ekan. Men buni voy, mana bittali nima bo'pti? Voy, jigarlar, men o'zim hozir nimadir qilib qo'yaman boru. Yo, qaranglar-da, qo'l omadlimi yo yuz omadlimi? Nima omadli, mana shuni kommentariyada yozib ketinglar-da. Voy, onalarni yemsin. Voy, biz hech narsa sottirib olmabdi. Bor-ku, mana PUBG'ni qaranglar, hech narsa sotib olmadi. Akam qoldi xolos. 8 ta moneta bo'lyaptimi? Nima? Ha, yo'q, hazillashdim. Ye, biladi, mana o'siydi. 2 ta ekan. Ha, o'zingga 8 ta. Voy, jinni. O'zingni 8 ta bordi, 16 ta bo'lib ketardi-yu. AKM sotib olamiz. Endi ochib yuzini ishlatib o'tirmaymiz, jigarlarim. Ochish kerak, yo'g'i tashlatish kerak. Davay. Buni ham maqtani joylab qo'yamiz. Okey. Mana bu nima ekan? Buni bilmadimmi? Lekin yomon ekan. 94 bo'lib ketildimi hozir? Ha, 95 ga ozgina qoldi aytgancha. Ha, 95 ga ozgina qoldi. Alloh berganlarim. Like bosib tursanglar, birgalikda 95 qilamiz. Voy. Bilan ham olib qo'yamiz. Ultimate mana o'rtoqlar ko'rib turganingizdek full bo'ldi. Yesicho mana pashti 10 ming ham yuzsi ketmadi jigarlar. 169 ta prokrut bilan biza bu akkauntimizda full qildik. Jigarlarim, bitta dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Agarda sizlarga ham shunaqa omadli yuzsilar kerak bo'lsa, aloqa chiqinglar. OpenCS'ga agar 32 ming yuzsiga beradigan bo'lsanglar, 32 ming yuzsiga o'zingizlar soldirib beradigan bo'lsanglar, yanada 100 ming arzonroq qilib beramiz jigarlarim siz uchun. Norikisiga aloqa chiqinglar. Adminimga yozinglar, Norik aka aytgandilar, OpenCS'ga uysi olmoqchiman va o'zlari qilib beradi desanglar, ancha arzon qilib beramiz jigarlarim. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Sog'lik salomatlik.